Ba'zan bitta kichik iltimos butun hayotni o'zgartirib yuborishi mumkin ekan. O'sha kuni divanni surishga yordam berish uchun kirganimda, bu shunchaki qo'shnichilik yordami deb o'ylagandim. Lekin kenayimning nigohida, uning titroq ovozida boshqa narsa bor edi. U 2 yildan beri farzand kutar, lekin umidlari so'nib borayotgan edi. Oramizdagi o'sha ko'rinmas ip. Keyinchalik dunyoga kelgan o'sha jingalak sochli bola. Bu tasodifmi yoki gunohli sir? Bugun men sizga o'z vijdonimni qiynab kelayotgan haqiqatni aytib beraman. Men Anvarman. Yoshim 20 da. Fizkultura universitetining 2-bosqich talabasiman. Hayotim oddiy: o'qish, mashg'ulotlar, uy. Onam va singlim bilan shaharning eski, ammo mustahkam 4 qavatli binolaridan birining 3-qavatida yashaymiz. Otam Rossiyada. Uzoq yillardan beri o'sha yerda ishlaydi. Oyda bir marta qo'ng'iroq qiladi, xolos. Biz uning ovozini sog'inamiz, lekin u biz uchun, ro'zg'orimiz uchun mehnat qilayotganini bilib sabr qilamiz. Kunlarim bir xil o'tardi. O'qishdan charchab qaytaman, ovqatlanaman, dam olaman. Ammo bir kun, o'sha kun hammasini o'zgartirib yubordi. O'qishdan qaytayotgandim. Zinadan ko'tarilayotsam, yuqori qavatda, 4-qavatda yashovchi kenayim, Nargiza opa, ism o'zgartirilgan, meni to'xtatdi. U yosh, chiroyli, lekin ko'zlarida doim qandaydir ma'yuslik bor ayol edi. Erim ham Rossiyada, bizning dadam bilan birga ishlardi. Anvarjon, dedi u muloyim ovozda. Iltimos, yordam bera olasizmi? Uyda og'ir divanni surish kerak edi, kuchim yetmayapti. Rad eta olmadim. Qo'shnichilik haqqi, qolaversa, ayol kishiga yordam berish yigitlik burchi. Albatta, kenay, dedim. Kiyimimni almashtirib, yengilroq kiyinib yuqoriga chiqdim. Eshikni o'zi ochdi. U ham kiyimini almashtirgan ekan. Egnida yubka, ipak xalat. Sochlari yoyilgan. Uy ichidan qandaydir shirin atir hidi kelardi. Kiring, hijolat bo'lmang, dedi u jilmayib. Xonaga kirdim. Toza, saranjom uy. Faqat o'sha divan o'rtada turardi. Men divanni ko'tarib, u aytgan joyga surdim. Ish qiyin emasdi. Lekin divanni surayotganimda uning ostidan nimadir tushib ketdi. Kichkina bir narsa. Nargiza opa shoshib, qizarib ketib uni yerdan oldi va cho'ntagiga soldi. Men o'zimni ko'rmaganga oldim, lekin yuragim duk etib ketdi. Bu vaziyatda qandaydir intimlik, qandaydir sirlilik bor edi. Biz biroz suhbatlashdik. U menga choy taklif qildi. Rad etdim, lekin uning ko'zlaridagi iltijo va yolg'izlikni ko'rib, bir piyola choy ichishga rozi bo'ldim. Suhbatimiz qisqa bo'lsa-da, har bir so'z, har bir nigoh bizni asta-sekin, ko'rinmas iplar bilan bog'layotgandek edi. Uning ohangida bir qator yolvorish, bir qator ishtiyoq va yana nimadir. Men tushunmagan, lekin his qilgan nimadir bor edi. Oradan bir necha kun o'tdi. Men o'sha voqeani unutishga harakat qilardim. Lekin Nargiza opa unutmagan ekan. U meni yana chaqirdi. Bu safar kir yuvish mashinasini joyidan jildirish kerak ekan. Keyingi safar rozetka buzilib qolibdi. Yana bir safar shkafning chirog'i o'chib qolibdi. Bahonalar ko'payardi. Men ham, ochig'ini aytsam, qarshi bo'lmadim. O'zimga tan olishim qiyin edi, lekin u ayolga, uning yonidagi o'sha iliq muhitga tortilayotgan edim. 20 da qon qaynab turgan payt. Bir kuni vannaxonada vodoprovod jo'mragini to'g'irlab berayotgandim. U yonimda turib asboblarni uzatib turardi. Qo'llarimiz tasodifan tegib ketdi. Tok urgandek bo'ldi. Nigohlarimiz to'qnashdi. Uning ko'zlari namlangan, yonoqlari qizargan edi. Siz ham sog'ingandirsiz pochchangizni, dedi u kutilmaganda, ovozi titrab. Men dovdirab qoldim. Ha, yaqinda kelaman deb aytdilar, dedim zo'rg'a. U xo'rsindi. Keladilar. Lekin qachon? Yillar o'tib ketyapti. Umr o'tib ketyapti. Bu gaplar shunchaki sog'inch emasdi. Bu ayol kishining faryodi edi.
Shu voqeadan keyin oramizda ochiqchasiga aytilmasa-da, kuchli yaqinlik paydo bo'ldi. Har gal uning uyiga kirganimda yuragim tez ura boshlardi. U ham menga qaraganda ko'zlarida shunday olov yonardiki, men o'zimni yo'qotib qo'yardim. Bir kuni u to'g'ridan-to'g'ri so'radi: "Anvarjon, agar yana erkak kishi qiladigan biror ish chiqsa, sizni chaqirsam maylimi? Begonani chaqirgim kelmaydi." Men indamay bosh irg'adim. Bu ha degani edi. Bu men roziman degani edi. O'sha kundan so'ng men ular uyiga tez-tez chiqadigan bo'ldim. Onam ham nimadir sezgandek bo'lardi. "Nargiza kelin tinchmi? Ko'p bezovta qilmayaptimi?" deb so'rab qo'yardi sinchkovlik bilan. "Yo'q, ona, yordamda endi" deb qutulardim. Lekin ichimda bilardim, men u yerga faqat yordam uchun emas, o'zim ham tushunmagan ehtiyojimni qondirish uchun borayotgan edim. Bir oyga yaqin vaqt shunday o'tdi. Bizning munosabatimiz u qanday edi? Do'stlikmi? Qo'shnichilikmi? Yoki undan ortiqmi? Buni faqat o'sha 4 devor bilardi. Keyin xabar keldi, pochcham qaytayotgan ekan. Men chiqmay qo'ydim. Uning chaqiruvlari to'xtadi. Lekin ichimda bir bo'shliq paydo bo'ldi. Xuddi nimadir tugagandek, nimadir uzilgandek. Pochcham kelishiga bir hafta qolganda, Nargiza opa meni yana bir marta, oxirgi marta chaqirdi. Bu safar hech qanday ish yo'q edi. Uy saranjom, hammasi joyida. U meni mehmonxonada kutib turardi. Dasturxon tuzalgan. "O'tiring", dedi u. Biz choy ichdik. U juda kamgap edi. Faqat menga tikilib o'tirardi. Ketishimda u meni eshik oldida to'xtatdi. Ko'zlarimga tik qarab, chuqur nafas oldi va shunday dedi: "Rahmat sizga, Anvarjon. Men 2 yildan beri umid qilardim. 2 yildan beri kutardim. Endi niyatimga yetdim deb o'ylayman. Sizdan minnatdorman." Men qotib qoldim. Nima demoqchi? Niyatiga yetdi. Qaysi niyatiga? Arzimaydi, dedim g'o'ldirab. U jilmaydi. Bu tabassumda ham quvonch, ham qandaydir ayyorlik, ham cheksiz minnatdorchilik bor edi. Men uyga tushdim. Lekin yuragimda g'alati bir og'irlik bor edi. Osmonda bulut yo'q edi, lekin mening ichimda qorong'u bo'ron aylanardi. 2 yildan beri umid qilardim. Bu gap miyamda aks sado berardi. Oradan kunlar o'tdi. Pochcham qaytdi. Uyda bayram bo'ldi. Men endi yuqoriga chiqmasdim. Nargiza opa bilan faqat yo'lakda uzoqdan salomlashardik. Uning nigohlari o'zgargandi, xotirjam, baxtli va sirlicha edi. Vaqt o'tdi. Men o'qish bilan band bo'ldim. Lekin har kuni derazadan yuqoriga qarash odatim qolmagandi. Bir kuni pastdagi do'konda Nargiza opani ko'rib qoldim. U o'zgargandi. Qorni biroz chiqqan, egnida homilador ayollar kiyadigan keng ko'ylak. Yuzida esa o'sha yengil, baxtli tabassum. "Salom, Kenay", dedim. "Salom, Anvarjon. O'qishlaringiz yaxshimi?" "Yaxshi. O'zingizchi? Sog'liqlaringiz joyidami?" "Ha", dedi u ko'zlarini olib qochib, lekin labidagi tabassumni yashira olmay. "Hamma narsa yaxshi. Endi hammasi joyida. Endi hammasi joyida." Bu so'zlar yana yuragimga o'qdek qadaldi. Uyga keldim. Onam xursand bo'lib gapirib qoldi. "Eshitdingmi? Yuqoridagi Nargiza kelin homilador ekan. Bechora 2 yildan beri tirnoqqa zor edi. Pochchang kelishi bilan Xudo berdi, qaraya." Men jim qoldim. Pochchang kelishi bilan. Hisoblab ko'rdim. Muddatlar. Pochcham kelganiga endigina 2 oy bo'lgandi. Qorni esa ancha kattaroq ko'rinardi. Mening ichimda shubha uyg'ondi. Dahshatli shubha. Rahmat sizga. 2 yildan beri umid qilardim. Nahotki o'sha yordamlar, o'sha yaqinliklar beis ketmagan bo'lsa, men derazaga qaradim. Tashqarida oppoq qor yog'ayotgandi. Hamma izlarni yopayotgandi.
Lekin mening yuragimdagi izni, vijdonimdagi savolni hech qanday qor yopa olmasdi. Oradan 4 yil o'tdi. Men hozir 4-kursman. Biz Toshkentga ko'chib o'tdik. Onam o'qishim yaqin bo'lsin deb kvartira ijaraga oldilar. Eski uy, eski derazalar, eski sirlar ortda qoldi deb o'ylagandim. Lekin tushlarimda o'sha ayolni ko'rardim. Goh yig'lardi, goh bolani quchoqlab menga termulardi. Yaqinda singlim telefon qildi. Aka, dadam qaror qildilar, biz eski uyimizga qaytar ekanmiz. Ijarada turmaymiz dedilar. Men o'sha kecha uxlay olmadim. 3 haftadan so'ng biz eski uyimizga qaytdik. Hovlida eski tanishlar, qo'shnilar bilan ko'rishdik. Hamma o'zgargan. Men o'sha tanish eshikka qaradim. Yuqori qavatga. To'xtab qoldim. Bu eshik ortida mening yoshligimning eng katta siri yashiringan edi. To'satdan eshik ochildi. Nargiza opa chiqdi. U yolg'iz emasdi. Yonida 3-4 yoshlar atrofidagi bir bola. Oppoq, jingalak sochli, qop-qora ko'zli bola. Meni ko'rganimda oyog'imdan jonim chiqib ketayozdi. Men yoshligimda xuddi shunday edim. Onamning albomidagi mening bolalikdagi rasmlarim. Xuddi shu bola edi. Jingalak soch, qora ko'z. Pochshamning sochlari to'g'ri sariqroq edi. Nargiza opanik ham silliq. Bu bola menga o'xshardi. Nargiza opa meni ko'rib bir zum to'xtadi. Uning ko'zlarida qo'rquv emas, balki chuqur bir minnatdorchilik va sokinlik bor edi. "Salom, Anvar", dedi u jilmayib. "Salom. Bu bolangizmi?" so'radim ovozim titrab. "Ha", dedi u bolaning boshini silab. "Ismi nima?" "Yusufjon. Yoshligingizda sizni shunday chaqirishlarini eshitgandim", dedi u ma'noli qilib. Men ichimda zilzila bo'layotganini his qildim. Men bolaga qaradim. Bola menga qaradi va beg'uborlarcha jilmaydi. Bu tasodifmi? Yoki taqdirning hazilimi? Yoki mening gunohim va savobimmi? Buni hech kim bilmaydi. Faqat men va u ayol bilamiz. Va endi bu sirni bir umr ko'tarib yurish mening qismatim. Azizlar, hayot ba'zan biz kutmagan ssenariylarni yozadi. Hukm qilishga shoshilmang. Har bir qalbning o'z haqiqati bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar hikoyam sizni o'yga toldirgan bo'lsa, Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.